Dunyodagi eng go'zal 5 ta ayol futbolchi va birinchi o'rin. U hatto Jorjina Rodrigesdan ham go'zal. 5-o'rin Zakina Karchova. PSG va Fransiya terma jamoasining mashhur figurasi bo'lib, u fransuzcha nafosatning timsoli. Uning ishonchi va tabiiy latofati maydonda ham, maydon tashqarisida ham hammani hayratga soladi. 4-o'rin Alisha Leman. Ijtimoiy tarmoqlarda haqiqiy fenomen. Shvetsariyalik bu futbolchi o'zining noyob uslubi va beqiyos energiyasi bilan ajralib turadi. Har bir o'yin u uchun ham tashqi ko'rinishi, ham o'yini bilan ajralib turish imkoniyati. 3-o'rin Atenea del Castillo. Ispaniyalik bu futbolchi ajoyib iqtidorga ega, tezkor, texnik va oldindan aytib bo'lmaydigan. U o'zining jozibali o'yin uslubi va tabiiy maftunkorligi bilan ko'ngillarni zabt etadi. 2-o'rin